Boja, Ha. krossvord yechayotgandim. Aha. Uyning farishtasi. 5 ta harf. Oo. Ha. Kobra. To'g'rimi? Qoyil. To'g'ri. Aka nima bo'ldi? Mana bu muddat xati yoziladi. Mana bu muddati. Bolalar mana zaks muddat xati yoziladi, bilmaysizlar. Aka. Nima qo'ydingiz? Bilmas, konteyner bor-ku. Xotin, Ha, dadasi. bugun nima ovqat qilding? Qo'y go'shtidan tovuq sho'rva. Anati ham shunday jonga tegdi mana. Ha, kuyov, qalaysan? Ha, assalomu alaykum. Shu yerdamisan? Ana nima edi? Yotibsanmi? Ay, yotibman-da, bilmayman. Qo'lingda ishlasa kelmaganiga yotasan-da. Boshqa nima ham qilarding? Siz avval qaynonamni eplab oling, boring. Nima deyapsan? Ey! Ey! Nima bolaga o'chirib tashlab. Oh, boshim. Dadasi, Ha, bugun 14-fevral sevishganlar kuni ekanmi? bugun sevishganlar kuni emas, onasi. Qanaqa kun ekan unda dadasi? Adashganlar kuni, adashganlar. Bor ishingga. Assalomu alaykum qadrdonlar. Hozir internet tarmog'ida bir narsa ko'rib qoldim. Eplagan ikkinchi xotin bo'lsin, eplagan xotini borini sevsin deb chiqaribdi kimdir. Opalar, akalar, tagingdagi otingga ikkinchi xotinga ishonma deyishgan. Ikkinchi xotin hayotda mana bunaqa bo'la olmaydi, qaranglar. Buni esa Tratachi akalardan so'raylar, nimaligini aytib beradi. Yaxshilab oling shuni. Press qanchadan sotyapsiz aka? 30 mingdan sotyapman. Bu ikkitasini sotsak bir kanakcha ekan sotadi aka. Kallang bormi? Sen menga do'stmisan, dushmanmisan? Uyda anakonda o'ldiradi shaqib. Buni sotsak ya. Bo'lamchi deysiz? Zaksga bormi? Yo'q, yo'q. Bo'la. Ketyaptimi? Ha, ketyapti. Boja shunday uchini ochib turing. Bunimi? Ha. Pichoq ber. Pichoq yo'qda, naryoqda. Siz bilan ochib turing. Ha, shoshmay turing boja. Bir boplayman sizni. Voy, qaynotangga sotganingiz uchun.